Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasida xizmat samaradorligi, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlar tahliliga bag'ishlangan navbatdagi tezkor yig'ilish yuqori saviyada o'tkazildi. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Abdumajid Shermuhammedov raisligida o'tgan mazkur yig'ilishda hisobot haftasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar, erishilgan natijalar hamda yo'l qo'yilgan kamchiliklar atroflicha muhokama qilindi. Shuningdek, kelgusida sohada samaradorlikni yanada oshirishga qaratilgan ustuvor vazifalar belgilab olindi. Ta'kidlanganidek, har qanday ijobiy natijaning zamirida fidoyi xodimlarning sidqi dildan qilgan xizmati mujassam. Shu bois yig'ilish davomida xizmatda yuqori natijalarga erishgan xodimlarni moddiy va ma'naviy rag'batlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining taqdirlash to'g'risidagi buyrug'i e'lon qilingach, yig'ilishlar zaliga yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimi leytenant Adhamjon Jumayozov hamda uning onasi Xovajon Matnazarova taklif etildi. Ushbu e'tirof nafaqat xodimning xizmatdagi yutuqlari, balki uni tarbiyalab, kamolga yetkazgan ota-ona mehnatiga ham yuksak hurmat ifodasi bo'ldi. Leytenant Adhamjon Jumayozov pul mukofoti bilan taqdirlandi. Uning onasiga esa boshqarma boshlig'ining tashakkurnomasi va guldasta topshirildi. Shunga o'xshash tarzda yana bir fidoyi xodim, yo'l patrul xizmati inspektori Safdor Shuhrat Yusupov ham onasi Dilorom Matjonova bilan birgalikda taqdirlandi. Xodimga pul mukofoti tantanali ravishda topshirilgan bo'lsa, uni munosib tarbiyalagan onasi boshqarma boshlig'idan tashakkurnoma va guldastani qabul qilib oldi. Albatta, farzand kamolini ko'rish, uning yutuqlari uchun e'tirof eshitish har bir ota-ona uchun beqiyos baxtdir. Bugungi yig'ilishda ishtirok etgan Dilorom opa Matjonova hamda Xovajon opa Matnazarovalar ana shunday yuksak tuyg'ularni qalban his etgani shubhasiz. Yig'ilish yakunida boshqarma boshlig'i taqdirlangan xodimlar va ularning onalariga samimiy minnatdorchilik bildirib, kelgusi xizmat faoliyatlarida yanada yuksak natijalarga erishishlarini tiladi. Mazkur tadbir esa ichki ishlar organlarida faqatgina xizmat natijalari emas, balki inson qadri, oila va tarbiyaga bo'lgan hurmat ham ustuvor ahamiyat kasb etayotganining yana bir yorqin namunasi bo'ldi.